Biroz suv va un qo'shib atala tayyorlab olamiz. Keyin tayyor bo'lgan atalaga ziravorlar qo'shamiz. Mana ziravorlar qo'shib aralashtirib bo'ldik. Endi buni asta, sekinlik bilan kosaga quyib olamiz. Endi tovuq go'shtiga birozgina tuz sepamiz. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Endi go'shtni atalaga yaxshilab botirib olamiz. Mana qolganlarni ham xuddi shunday tayyorlaymiz. Endi buni qizib turgan moyga yaxshilab qizdirib olamiz. Yaxshilab qizartiring. Endi buni bezatib olamiz. Endi buni dasturxonga tortsak bo'ladi. Yoqimli